Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, hurmatli dehqonlar, uzumchilik ishqibozlari. 26-yil 21-yanvar o'zimizning xonadonda Marg'ilon shahridamiz. Bugungi videomiz kober haqida bo'ladi. Ya'ni bu kober ko'pchilik biladi, biz doimiy ko'rib boruvchilar uzumni universal payvand tagligi, ya'ni podvoy ruschasiga. Ya'ni kelib chiqishi yovvoyi uzumga borib taqiladi, yovvoyi bo'ladi, meva qilmaydi, lekin juda ham kuchli o'suvchanligi va tomir sistemasi kuchliligi bilan ajralib turadi va ahamiyatli jihati ham shunda. Ko'pchilik menga aytishyapti, kommentariyada ham yozishyapti, ko'rgan bo'lsalaring, kober qalamcha topib bering, kober qalamchasi bormi deb. Akalar, bu yil kober qalamchasi yo'q, afsuski, chunki kober bog'lar qilinmaydi, ya'ni bu cheklangan ob'yemda bo'ladi har yili. Koberga talab oshib ketdi. Koberga talab oshib ketdi chunki nima deydi? Aqlli insonlar, aqlli xushyor bog'bonlar buni koberda nimaligini, qanaqa xususiyati borligini o'zi bilishdi. Shuni hisobiga talab birdaniga oshib ketdi. Oshganda hamki gektarlab ob'yemda ekiladigan holatga yetib keldi. O'shaning uchun o'tgan yil mana 15 ming so'm bo'lgan bir dona qalamchasi, ya'ni 4 kurtakli mana shu qalamchalar 15 ming so'm bo'lgan. 15 ming so'mlik qalamchani biz ekib ko'chat qilganmiz. Mana bir yillik ko'chati kober 5BB eng kuchli paydolardan bittasi. Bu yil 12 ming so'm narxi, 12 ming so'mga ham yo'q qalamcha, topish juda qiyin bo'lyapti. Kober ekib, ona qalamcha olish uchun ona bog' qilganlar, ona matishni qilib ekib qo'yganlarda ham o'sha qalamcha tugab bo'libdi, o'sha olib ketishgan. Mana nimaga biz buni targ'ib qilamiz, buni doimiy reklama qilamiz, odamlarga tushuntiramiz, chunki bu narsa bo'ladigan narsa. Mana o'sha shundan bilasiz ham bo'ladi, bunga talab oshgandan bilasiz bo'ladi, bu bekorga olishmayapti. Bu oddiy qalamcha, oddiy kaltak emas. Bu juda ham kuchli nav. Mana bu bir yillik ko'chati, mana hozir Qashqadaryoga Sobir akamga chiqaryapmiz. Xudo xolasa niyat qilgan ekanlar. O'zingiz tavsiya qiling. Mana svejiligi. O'zingiz tavsiya qiling. O'zingiz 3-4 joyim bor, bog' qilaylik deganlar. O'shanga kober tavsiya qildik. Mana qaranglar, yam-yashil holatda. Shoxlari kesib qo'yilgan, juda ham beo'xshov o'sadi. Mana tayyor qo'yilgan va boshqatdan o'stiriladi va keyinchalik ustiga payvand qilinadi. Kober ko'chati kim bizdan olsa, unga ulaydigan kurtagini ham bepul beramiz. Ya'ni o'zimizda bor navlardan, uyimizda bor navlardan shu ulaydigan mahali novdasini bepulga hadya qilamiz payvand uchun. 100 ta olsangiz 100 ta kurtak bizdan bepul. Faqat o'zimizda bor nav. Tomir sistemasi juda ham kuchli. Tomiri ham juda ham qattiq, endi hozir qo'limni loy qilmay, juda ham qattiq bo'ladi. Tanasi ham juda ham qattiq, bu shoxi ham juda ham qattiq. Sindirib olish ham juda qiyin. Juda mo'rt bo'lmaydi. Juda ham baquvvat bo'ladi. Eng kuchli podvoy. Buni afzalligi, masalan, amator yoki manikür finger o'zini tomirida gektaridan 30 tonna sredniy plus minus bilan hosil olsangiz, hosilga kirgan zo'r bo'lgan paytda buni ekib, buni ustiga avatar yoki manikür finger yoki lamborghini yoki boshqa uzum payvand qiladigan bo'lsangiz, hosildorligingizni oshirib beradi. Ya'ni 40, 45, 50 tonnagacha ham hosilni oshirib beradi. Chunki tomir sistemasi o'ta ham kuchli. Bunga ko'proq meva qo'yishdan bu charchab qolmaydi buni tomir sistemasi. Va ayniqsa buni 2 qavat himoya qatlami bo'ladi. Tomirida filakseriya degan uzumda o'ta ham xavfli kasalligi bor. U O'zbekistonda, O'rta Osiyoda yo'q. Kirib kelmasin ham, bu juda ham yomon kasallik. Filakseriya tushgan joyda 6-7 yilgacha tok ekib bo'lmaydi. Toklarni quritadi, oldin bargiga tushadi, keyin barg qurib yerga tushib tomiriga o'tadi, ildizidan kiradi va tokni so'rib bitiradi. Bu bakterial juda ham bir mikroorganizmlar bo'ladi. Tokni so'rib quritadi. Va o'sha qurigandan keyin ham 6-7 yilgacha o'sha joyga tok ekib bo'lmaydi. Tok eksiz yana o'sha yerdan chiqib, xullas tokingizni rasvo qiladigan bu filakseriya kasalligi. O'shanga juda ham chidamli bo'ladi. Buni tabiiy himoyasi bor. Faqatgina mana shu kober payvand tagliklar bo'lgan bog'largina shunaqa vaziyatda omon qoladi. Shuning uchun Yevropada, Amerikada, Yaponiya, boshqa davlatlarda, xorijiy davlatlarda podvoyga o'tilgan. O'zini tomirida hech qachon ekmaydi, chunki ularda kasallik bor va shu kasallik keladigan bo'lsa, u bog'idan ayrilib qoladi va shu bir necha yillar mobaynida bog' qilish imkoniyatini yo'qotadi. Shuning uchun podvoyga o'tilgan. Afzalligi juda ham ko'p. Bu ko'pchilik oddiy yovvoyi ekan. Keyin bu mevasi ikki uzumga o'xshagan meva bo'ladi. Rasmini topsam qo'yib qo'yaman mana shu nima video chekkasiga. Meva qilmaydi va o'suvchanligi o'ta ham kuchli bo'lganligi uchun, qaranglar mana sveji. O'ta kuchli bo'lganligi uchun va tomiri kasallikka chidamliligi uchun va yana aytish kerakki,
suvsiz bo'lib qolsa, masalan, suv bor joyda bu ham rivojlanadi, suv bilan ko'karadi, suv bilan bu o'sib, rivojlanadi, hosil beradi. Lekin shunaqa buni afzalligi bor. Birdaniga suv uzilib qoldi, suv kelmay qoldi bog'ingizga, bu mevasini tashlab yubormaydi, ushlab turadi. Biz buni sinab ko'rganmiz, ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Tuyachalarda qilingan nihollarni ataylab tagidagi o'sha chegaralangan bo'ladi-yu, baribir tuyachadagi tuprog'i, shu tuprog'ini quritganmiz, tarasha bo'lgan, shu bargi so'limagan. Bu bargi so'limagan, hayron qolasiz. Va o'sha tuprog'ini, qurigan tuprog'ini yorib ko'rganmiz. Ichida namlik bormi yo'q. Tomchi namlik yo'q. Tarasha bo'lib, kesak bo'lib, tagidagi haligi tuyadagi ko'berda yangi niholini tagi qurigan, lekin bargi yashnab turibdi. Hayratlanarli darajada shunaqa chidamli. Suv yo'q bo'lib qolsa, sizni bog'ingizda mevangiz so'lib ketmaydi. Tokingiz qurib ketmaydi. Saqlab chidamliligi bor, chidab beradi suvsizlikka. Lekin suv bilan rivojlanadi. Suv umuman yo'q, qiyin bo'lgan joylarda baribir buni bog' tashkil qilish qiyin, lekin shunaqa noqulay sharoit birdaniga paydo bo'lib qolsa, lekin bu chidab beradi. Shunaqa xususiyatlari bor. Shuning uchun ko'paytirish kerak. O'zimiz ekkan ko'berlarni bir to'r tupiga velir uzumdan o'tganini ulagan edik. Qolgan ko'berlarimiz ulanmagan edi. Xullas ularni ulamaydigan bo'ldik. Biz qalamcha olamiz, chunki talab oshdi. Ko'chatiga, qalamchasiga odamlar o'sha buni nimaligini tushunishyapti va borgan sari effektini tushungandan keyin bu narsani hamma yoppasiga ekishga tushadi. Biz odamlar hali oddiy dehqonlar buni hali ko'p farqiga yetishmayapti. Tomirlari ham oppoq mana suvli holatda turibdi. Va albatta avatar qalamchalari ham tayyor, mana sotuvga xudo xolasa jo'natilyapti. Narxi 5000 so'mdan 4 kurtakli bo'ladi. Payband uchun alohida, ko'chat uchun alohida holatda ajratib beramiz, tanlab beramiz. Paybandga maydarog'i, ko'chatga nisbatan yirikroq yoki aralash holatda qilib beriladi. Xo'p, ko'berni avatarni narxi 5000 so'm. Bundan tashqari manicure finger, preobrazение, Lamborghini, Halloween qalamchalari ham xudo xolasa vaqt soati bilan bo'ladi, lekin hozir naqdi avatar hammasi bir paytda yig'ilish qiyin. Birin-ketinlik bilan bo'lib sotiladi xudo xolasa. Shuning uchun naqdini olinglar, xudo xolasa yutqizmaysizlar. Ko'ber ko'chatimiz 50.000 so'mdan mana 30 dona hozir Qashqadaryoga xudo xolasa dastavka bo'ladi. Oldin отдельный paketga o'rab, bundan keyin qora paketlarga o'rab pochta orqali chiqaramiz. Salomat bo'linglar, zakaz qilaverasizlar. Kerak bo'lsa, Ko'berdan 1000 dona atrofida plus minusi bor. Kim boqmoqchi bo'lsa, nima deydi, pulini qimmat saramasdan boqqisi, xudo xolasa yutqizmaydi. 4-5-yilga borganda bemalol 50 yosh u yoq bu yoqda hosilni pishiraveradi. Shunaqa darajada kuchli podvoy. Salomat bo'linglar.